Assalomu alaykum ukalarim, hammaga xayrli kun, kuninglar xayrli o'tsin. Xo'p, bizda fotonimiz ish jarayonlari mana boshlab yuborilgan. Esinglarda bo'lsa, oldingi videolarimizda ushbu mashinani avtosalondan kelgan holatlarini ko'rsatib o'tgandim. Ya'ni yonlarida o'zini zavodskoy bortlari bor edi. Mana yonidagi bortlarni olib tashlaganmiz va akamiz og'ir yuk ortar ekanlar. Buni tagida mana guvohi bo'linglar. Mana shu joylarida o'zini yana ozgincha qo'shimcha profillari bor edi. Ya'ni mana bunga o'xshagan profillari bor edi. Balandroq turgan edi. Shuni biz pastga tushirdik va oralariga xudo xolasa bitta yana baquvvatlashtirish uchun shvellarlar qo'yib chiqamiz akalar. Mana yon tomonlarida oshiq-moshiqlarni olib tashlaganmiz. Kecha aytib o'tgandek 3 sm dan ikki yoniga qo'shiladi. Bu yoniga 3 sm, narigi yoniga ham 3 sm qo'shiladi akalar. Bizni kuzatishda davom etsanglar, xudo xolasa yana keyingi holatlarini ham ko'rsatib qo'yib boramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tent xizmatlari, furgon xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahar joylashgan. Bemalol aloqaga chiqinglar. Ishingizdan tez va sifatli, eng muhimi ko'ngilingizdan joy oladigan qilib bitirib beramiz. Ushbu videoni ustaxona qidirib yurgan yaqin do'sti birodarlarga jo'natib qo'ysanglar, manfaatli bo'ladigan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.